Diqqat, O'zgidromet ogohlantirmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, joriy yilning 27-30 yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli respublikaning tog'li hududlarida, shu jumladan Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyatining Nurobod, Qo'shrobod, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyatining Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari, Chortoq tizmasi tog'lari, Namangan viloyatining Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilinadi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi O'zgidrometning xabarida.